Yaptı, kariz qaynonam haligacha uyga kelgani yo'q, lekin uyga kelsa точно 3-jahon urushi bo'ladi. Shuning uchun uyga kelguncha qornimni to'qlab olib, qora ramyonni olgani ketdik. Monitochani olib ketmasam точно ovullik sovuq uxlayapti. Ovullamaslik uchun olib ketyapman, atak olib ketmayman. Yana kariz qaynonamdan arazlab xonamga kirib ketadigan bo'lsam, och qorin bilan uxlamay. Hech qaysi urushlar och qoringa uxlashga arzimaydi. Endi qornim yana. Urushga tayyorman. Qo'sha bo'lib kelishdim. Opasi bilan ketdim qaynonam. Ishqilib buni yeyishga ulgurib olsam bo'ldi, chunki qaynonam hidi kelyaptilar shekilli. Tez olish kerak. Kariz qaynonam erlar bilan nimaga ajrashganlarini endi sekin tushunishni boshlayapman menimcha. Qo'ylarlar juda bermagan. Qaynonam juda ham yaxshi ayol, rostdan ham ko'ngli ochiq, juda ham yaxshi. Qachonki qaynonamga pul bersangiz, hamma narsani qiladi. Javob hamma ishni qiladi. Pul bersangiz